Oyog'ingiz ostida jannat, bu jonlari oyxon xonim. Oyog'ingiz ostida jannat, onajonlarim mehribon. Bobomurod ukamizni hurmatiga qarindosh urug'larda yaxshi kunlarda to'yda xizmat qilish har bir san'atkor uchun baxtdir. O'zbekiston xalqini sevimli san'atkori, Alloh yaratgan jozibali kuy yurakdan nola qilinganda Habibulloh ukamiz bugun qo'llarida sozlarni olib Pardovoy Hoji akamizni xonadonlaridamiz. Nola qilaverasiz. O'rta Osiyoda Habibullohni tanimagan insonlar bo'lmasa kerak. Sozanda musiqashunos yigitlar bo'lishadi. Kelgine canı dilim, kelgine canı dilim, sen mening yanımda tur. Yandini belki benim aylanar qonimda tur. Beqaror qonun nedir, beqaror qonun nedir, seni shirin jonimda tur. Bevafo jon deydilar, pokiza iymonda tur. Yo'lovchini tutib Parda Hoji akam so'radi, "Sayyoh, qaysi tomonga yo'l oldingiz?" Ana shunda bu inson bilan do'st bo'lib biz xonadonlarda mehmon bo'ldik. Do'st ko'p, do'sti ko'p, qalbi bukilmas deydilar qon kesa ham. Kechmagay
Baxtının mal candım ketsem Borma deyip gerçi raqiblar zar cho'poning yetsam Gerçi takdir xush kelib poyingga gullar sochsam mayli har nega bo'lar dedi Bobomurodjon. 27. O'ngda tur yo so'lda tur do'st bo'lsang yonimda tur Mol davlat qo'lda bo'lsa do'st yor ham ko'p bo'lar Qayga borsang olqishu maqtovchilar xo'p bo'lar Qancha o'rgandik? Shashiga qiladi odatda. Qozon yo'q. Hech qoqilma 15. Hech qoqilma Gar qoqilsang dushmaning ham to'q bo'lar Yo'q. Mayli har nega bo'lar do'st bo'lsang yonimda tur Do'st bo'lsang yonimda tur Do'st bo'lsang yonimda tur Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin Fardovoy hoji aka. İlk muhabbet yaman ekan deme Kuydiradi jonli gulham deme İlk muhabbet yaman ekan deme Kuydiradi jonli gulham deme Kechagidek ko'zim yumlasana 18'da edim o'shanda 18'da edim o'shanda Yoshligimda juda sho'x edim Yonib turgan olov cho'q edim Birinchi bor ko'nglimni berdim Birinchi bor ko'nglimni berdim 18'da edim o'shanda 18'da edim o'shanda Uyandırdı sevgi bürpestene Cemal aldı öldürmeye istene Uyandırdı sevgi bürpestene Cemal aldı öldürmeye istene Sevgi azaldı meyledin astene 18'deydim o'shanda 18'deydim Abdullah hanım şu paytlarda 18 yaşındaydı. Geçsek eğer ölemem diyordum Senin kirpin öldüm Geçsek eğer ölemem diyordum Senin kirpin öldüm
Muhabbatning dardi yomon, yomon görünemez. Muhabbatning dardi yomon, yomon görünemez. Bundan aşk haddi tamam, tamam görünemez. Muhabbatning bu son açılgan günler